Yana Baytqo'rg'onga keldim. Baytqo'rg'onda ham asalarichilar ko'p. Asalarichilar mahallasi. Hop ko'ramiz. Bu Baytqo'rg'on masjidi. Yana Baytqo'rg'on mahallasiga keldim. Bu yerda asalarichilar ko'p. Asalarichilar mahallasi. Hozir ko'ramiz. Borib. Mana yaqin og'aylarim Al-Nodir, Bobur, Nodirlar o'qigan akademik litsey ishlaniki. 2017-yil keldik bu yerga. Xudoga qo'shilib keldim. Hozir Baytqo'rg'ondamiz. Ikkinchi sonli akademik litsey orqasi. Yaqin og'aylarim o'qigan. 2017-yil keldim yoqqa. O'shanda shu asalari boqayotgan odamlarni ko'rib, asalari yashilarini ko'rib ketuvdim. Mana oradan qancha vaqt o'tdi, yana shahar keldim. Hali ham shu odamlar asalari boqayotgan ekan. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana yaqin og'aylarim o'qigan akademik litsey ishlaniki. Shuni yonida 2017-yil kelganimda shu og'aylarim bilan birga mana bu yerda xonadonda asalari boqishardi. Mana hali ham boqishayotgan ekan. Bu ishlan litseyi. Mana xonadonda boqishyapti mana. Mana aralarini qo'yib qo'yishgan. Eski asalarichilardan anchadan beri boqishadi o'tda. Mana bu yerda ham boqishadi. Ari bor. Eski arilar. 2017-yilga ko'rdim bilani mana. Hali ham boqishayotgan ekan xonadonda. Og'aylarim o'qigan Nodir Bobur, Al-Nodir o'qigan joy. Shunga endi ko'ramiz, qo'lni gaplashib. Hammasi yaxshi bo'lib ketsa, balki sekin-sekin keyinchalik bo'lib ketar.